Assalomu alaykum. Xo'p, sizga eslatib o'tmoqchiman. Mana shu to'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarzi, insonning o'zi yuragida hayotga bo'lgan ishonch, hayotga bo'lgan umid, harakat bo'lsa, har qanday kasallikni yengib o'tish mumkin deb sizlarga ko'p misollar keltirgan edim. Bugun ham sizlarga bitta misol keltirmoqchiman. Xo'p, mana hozir Muhabbat opani oldilaridaamiz. Bu kishiga insult diagnozi qo'yilgandi. O'zlarida shu insult bo'lgan hamda saraton kasalligi 3-bosqich diagnozi qo'yilgan. Endi opamiz biza kelgan vaqtimizda imkoni bo'larmikan deb so'raganlarida, albatta har qanday kasallikni davolash mumkin, imkoniyatingiz bor sizda, hali o'zingiz gapirib, o'zingiz yurib turibsiz deb aytganimizdan keyin bu kishi harakat qilaman, nima desalaring aytganlaringni qilaman deb o'zlari kirishib boshladilar. Mana bugungi kunda holatlari yaxshi, qog'oz gapiradi, hujjat gapiradi deganlar uchun mana buni qisman ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana bu yerda rezultat 194 chiqqan. Normada 35 bo'lish kerak onkomarker o'lchamlari. Qolgangi o'lchamlarga ham e'tibor beramiz. Bu yerda 226 ko'rsatilgan, 77 va 80 ko'rsatilgan. Endi o'sha sog'lom turmush tarziga amal qilib, giyohlarni o'z vaqtida ichib, hijama qildirganlaridan keyin peshonadan, tilda ostidan ham qilindi. Tilda ostidan ham hijama qilindi. Mana shundan keyingi holatimiz 12 kunda 182 onkomarkerda 35 chiqish kerak, 182, 226 mizni o'lchami 73, keyingi 19, undan keyingi 54 ko'rsatyapti. O'zlarining holatlari juda ham yaxshi, juda ham qoniqarli holatda yoki namunali desak ham bo'ladi. Xudoga shukr, mana bu kishining iste'mol qilayotgan ovqatlari suv tegirmonidan chiqqan undan bo'lgan nonni iste'mol qiladilar. Mana bu oppoq nonlarga umuman qaramay qo'yganlar hozir. Iste'mol qiluvchi narsalari mana tut immunitetni ko'taradigan va shunga o'xshagan tabiiy mahsulotlar iste'mol qilib, giyohlarni o'z vaqtida iste'mol qilib, birov bu kishiga aytgan yo'q yoki men kelib yoki telefon qilib, "Opa, doringizni o'z vaqtida iching" deganim yo'q hali biron marta. O'zlari turib, o'zlari vaqtida iste'mol qilib, harakatlarini to'xtatganlari yo'q. Shuning uchun mana bugungi kunda holatlari yaxshi. Turmush o'rtoqlari, o'g'illari bir varakaga bu kishiga yondosh bo'lib yordam berib turibdi. Hammaga ham shunday. Qachonki aytilgan narsalarni o'z vaqtida bajarib, oila a'zolari yordam berib tursa, har qanday kasallikni yengib o'tish mumkin. To'g'rimi opa? O'zingiz biroz aytib o'ting holat haqida. Allohga shukr, o'zi yaxshiman. Yetib qolgandim, mana turib yuribman. Xudoga shukr. Qancha vaqt bo'ldi bu dardni boshlanganiga? 1 yil bo'ldi taxminan. Taxminan 1 yil bo'ldi. 12 marta ximiya olganlaridan keyingi holat, Keyingi holat. 12 marta ximiya olganlaridan keyin yaxshi bo'lish o'rniga namorat insult bo'lib qoldilar-da. Lekin o'shandan keyin bugun mana holatdan chiqib ketdi. Endi ko'proq tabiat qo'ynida yurishimiz kerak bo'ladi. Ozgina quvvatga kirib olgandan keyin mana oddiy shu tutlardan, asallardan iste'mol qilib, immunitetni ko'tarib olganingizdan keyin endi bemalol tog'larga, ko'llarga aylanib chiqib kelaverasiz. Mana shunday. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.